Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allohning salovat-ular bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo iznima aka birodarlar, mana shu bizning mana shahrindagi Ehson ilm qaynoq fondimizni mana ko'p yillardan beri qo'ldan kelgancha har bittalar hissalar qo'shib yordam berib kelyapsizlar. Endi bu fonddan maqsad shu elimizdagi mana shu Qirg'izistondagi yoshi mana shahrindagi muhtojlarga qo'limizdan kelgancha imkonimiz boricha bularga yordam berib, produkt bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, ko'mirdan bo'lsin yordam berishlik. Bugun biz shu Ehson fondimiz tarafdan siz ya'ni azizdagi murojaatimiz shuki, birodarlar, bizni mana bu jurnalimizda hozirgi nafar 40 balkim 50 nafar muhtoj oilalar bor. Aksarlarni ellari yo'q. Ya'ni bularni bir taraf kiyim-kechakga pul topsa, produkt yetmaydi. Agar produktga kiyim-kechak, produktga pul topsa, yana boshqasi pul yetmaydi. O'z tarafdan birodarlar, kimda imkon bo'lsa, mana shu Ehson fondimizga, mana shu oilalarga bir ko'mir olmoqchimiz birodarlar. Shunga inshaalloh kimda imkon bo'lsa, o'z hisoblari qo'shib, mana nomerni emailimiz, ko'pkamiz deb bayonot ko'pkamiz. Alloh shu mana shu muhtojlarga bir sira mana shu ko'mir tarqatib bersa birodarlar. Takror aytamiz, bu muhtojlarga bir boquvchi yo'q. Endi Alloh rizqlarni beryapti. Lekin mana shu boylar bo'lsa, imkoniyatimiz bor insonlar bo'lsa, mana bu insonlardan qiyomat kuni Alloh taolo so'raydi mana shu. Chunki bu Allohning mol davlati, mana bularni qayerga sarflading deb Alloh taolo so'raydi. Shuning uchun imkoniyat borida kelinglar birodarlar, mana shu muhtojlarga, yetim yesir, faqir miskinlarga hissamizni qo'shib qo'yaylik birodarlar. Alloh taolo rozi bo'lsin birodarlar. Biz sizlarga qarashimiz maqsadimiz shu. Videolarimizni tarqatib duo qilinglar. Inshaalloh shu yaqin tez orada inshaalloh muhtojlarga kiyim-kechaklarimizni va mana shu ko'mir olsak, ko'mirlarni tarqatamiz inshaalloh. Hozir shu marafonimiz ko'mirga inshaalloh. Qancha mablag' bo'lsa, shu mablag' yarasha ko'mirni olamiz, muhtojlarga uy-uy tarqatib beramiz. Befarq bo'lmaysizlar akalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi.